Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi Buxoro hududiy filiali hamda Ruminiyaning Remarkable Consulting Recruiting kompaniyasi bilan hamkorlikda logistika va yuk tashish sohasida xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolar uchun nazariy va amaliy darslar tashkil etildi. Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi binosida bo'lib o'tgan 2 haftalik mashg'ulotlardan so'ng kuni kecha tinglovchilarga o'quv kursini muvaffaqiyatli yakunlagani uchun sertifikatlar topshirildi. Bugun xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarni mehnat huquqlari kafolatlangan ish o'rinlariga ega bo'lishlari dolzarb vazifa. Mazkur yo'nalishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Buxoro hududiy filiali tomonidan fuqarolarni xorijda qonuniy, xavfsiz va yuqori daromadli ish o'rinlariga joylashtirish bo'yicha izchil ishlar davom ettirilmoqda. Hozirga qadar Rossiya, Germaniya, Janubiy Koreya kabi bir qator davlatlardagi mehnat bozorlari o'rganilib, muvaffaqiyatli hamkorliklar o'rnatilgan. Navbatdagi hamkorlik Ruminiyaning Remarkable Consulting Recruiting kompaniyasi bilan bo'ldi. Kod 95 ya'ni xalqaro haydovchilik guvohnomasini beradigan tashkilot bilan hamkorlikda 20 nafar fuqarolarimizni xalqaro haydovchilik guvohnomasiga o'qitdik. Xalqaro kod 95 haydovchilik guvohnomalariga o'qitish ilk marotaba Buxoro viloyatida rasman tashkil etildi. Buni birinchi bosqichida viloyatimizda 20 kun davomida nazariy amaliy darslarni o'tishadi hamda o'tilganlik to'g'risida ularni maxsus platformasidan imtihondan o'tishadi hamda Ruminiya davlatiga borib yana 2 haftalik o'quvni amalga oshirib, demak xalqaro haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritishadi va shuningdek 2-hafta, 3-haftani o'zidayoq ishga chiqib ketishadi va ishga chiqish arafasida oylik avanslarini ham qo'lga kiritishadi va albatta buni butun bir respublika bo'ylab ommalashtiramiz. Mana xuddi shu kabi Germaniyada amalga oshirilayotgan loyihalarimizni mana butun respublikada ommalashtirdik. Buni ham mana kelgusi o'quvda, ya'ni keyingi oyda 100 nafarni va undan keyingi oyda esa butun respublika bo'ylab 500 nafarga yaqin fuqarolarni o'qitishni rejalashtirganmiz. Migratsiya agentligi Buxoro hududiy filiali Remarkable Consulting Recruiting kompaniyasi hamda Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi hamkorligida o'tkazilgan nazariy va amaliy o'quv kurslari Yevropada logistika va yuk tashish sohasida ishlashni maqsad qilgan fuqarolar uchun muhim imkoniyat bo'ldi. Boisi mazkur o'quv dasturi orqali fuqarolar ham qonunan kafolatlangan aniq ish o'rniga ega bo'lishadi. Shuningdek, xalqaro haydovchilar uchun majburiy bo'lgan 95 kod nazariy kurslarni o'zlashtirishdi. Aniq maqsadga qaratilgan o'quv mashg'ulotlar Ruminiyadan tashrif buyurgan malakali mutaxassis tomonidan olib borildi. Ushbu tashabbus yosh mutaxassislarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini xalqaro talablar darajasida rivojlantirish bilan birga ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi.